Qadrli do'stlar, Zakanalda Nurafshonda oldida mana 4 qavatli g'ashli uyimiz ikkinchi qavatida 2 xonali uyimiz sotuvga chiqyapti. 54 kvadrat. Hop, remontlarini qilishyapti. Hop, asosiy eshikdan kirish mana eshiklarigacha almashgan, tayyor holatda. Ular taxta pol bo'ladi. Kirganimizda chap qo'lda sanuzel. Sanuzel. Ba'da bitta xona. Hojatxonasi alohida bo'ladi buni. Mana ariston bor. Zal qismi. Ba'zi oshxonasi. Oshxonani mana kafellarini qilib tayyor qilib qo'yishgan. Oldin steshkasi qilingan. Olti metr veranda. Verandasi hali keng bo'lganlardan. Akvaronlarni mana yangi qo'yib qo'yishgan. Nurafshon to'g'risida. Remontlar bo'ldi mana. Hop, kimga qiziq bo'lsa, bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Egalari tomonidan 33 ming narx aytishyapti. Ichapcha kelishadigan xonasi bor deyishyapti. Inshaalloh kimga qiziq bo'lsa, aloqaga chiqsalaring, shu joyda chiroyli narxda qilib olib beramiz. Konditsioneri ham bor. Qoladi. Patologlar va natijli patolog bo'lgan hammasi. Hatto mana kirish prixoshka ham mana natijli patolog. Oshxonaniki ham natijli patolog. Tayyor holatda. Kimga qiziq bo'lsa aloqaga chiqaverasizlar.